Assalomu alaykum do'stlarim, qandaysizlar? Kecha 2 vagon mayda cho'yda kirib keldi. Koreyadan Pramay arzon kolxozavatdadiriz. Qo'rg'onga jugurib qarab jurmaysiz. Qo'rg'onga baravar arzon narxda zapchast tamomiki leboy mashinangizga bor. Kraskadan tortib, bolutdan, shaybadan tortib xohlasangiz shu yerdan shunday bir mashin sabrat qilishingiz ham mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, kelaverasizlar. Kolxozavatda Kurgoyning oldida ko'rsatdim. Şanslar restoranın aldı. Adresimiz. Lexus'un qarang, даже mordalari bor. Mana bu yerdagi mayda cho'dalarni ko'rasiz. Kendisi yerdiki deysizmi, Dinam deysizmi, Starter deysizmi, leboy nomli narsalardan bor. Samgiloni siz WhatsApp'dan chiqasiz-ku. Alo desangiz shunday sizga jo'natadi. Leboy chizlardan bor. Birin bezatkazma. Pompa deysizmi, bunday mayda cho'da deysizmi, blok deysizmi, Maşinin ichki narsalarimi, tashqari narsalarimi, xullas mashin sabrat qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerdagi mayda cho'dadan zapchast deysizmi, leboy nomitidan bor. Samgloni siz bitta suxan qilsangiz bo'ldi. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Adresimiz Kolxozobodda bo'ladi. Tarpeda deysizmi, boshqa narsalarni leboy narsalar. Maqsad keling shu yerdan oling, qo'rg'onga jugurib yurmaysiz. Shunday shu yerda kirgan edim. Mana bu yoqda va pishim hamma narsalar bor. Mashinning tayyor seli mordalari bor. Mana bu yerlarda kapot deysizmi, yarmi deysizmi, o'ligi deysizmi, radiator deysizmi, darvoza, eshik, leboy chizlardan bor. Marhamat, akalar, ukalar, kelingizlar. Mana tog'alar ko'rdilaringmi? B3 ni kimgadir agar pirjinlar kerak bo'lsa, narxdan Koreyadan kelgan B3 ni nimalar? Mana buni qarang, va deb jarasiz buni ko'rib. Xullas kalan leboy marka mashinga qarchi jon solasiz bu yerga kelib. Kolxozobodda bunaqa bunday katta to'chka birinchi yerda ochilgancha buni yangi ochildi. 2-3 kun bo'ldi, xudolar. Motorning leboy nomitidan bir Opel'ga deysizmi, Mercedes'mi, boshqa tamomiy kechizlarga xas. Leboyga kelibring. Mana rollarning 40-50 xil nomitidan bir sportsmenning boshqa deysizmi. Nadayım o zıgıştırlardı hem qarang, vay deb jarasiz samgiloni. Ularni qarang. Mana karabkalarni qarang, tur bilan bir pachka kelgan Opel Astra G'ga, Opel Sedan hatchbacklarga karabkalar narxlari 600, 700, asrjilarga 350, 400 shunday ekan. Qo'rg'ondan bir barobar arzon beramiz. Motorlar ham bir seli. Kelibingizda yarmini ham sotadigan, seli ham, pulni ham. Mana bundayin Astra G'niki 4 talik injektorlar ham bor. Samgiloni ho desangiz bo'ldi. Mana akalar gulishtillarni ham ko'rdilaringiz, leboy gulishtil bor. Seli deysizmi, yarim deysizmi, mashinangizning darvozasiga rezina almashtirmoqchisizmi, narsa modifier almashtirmoqchisizmi, kelaversangiz, mashinangizni xadovoy qilmoqchisizmi, xullas aytilgan nomerlarga telefon qilsangiz, bundayin apshipkalarni almashtirasizmi, bagajini hamma narsa bor.